Xo'sh, Prop kompaniyadan qanday qilib tekin musobaqaga qatnashish haqidagi videomizga xush kelibsiz. Bundan oldingi videoda qanday qilib ishonchli saytdan akkaunt ochishni ko'rib chiqqan edik. Albatta, fake saytlarga aldanib qolmang. Xo'sh, bizda akkaunt ochilgan, to'liq yaroqli akkaunt va bizda o'ng tomonda masalan hozir tilini o'zbekcha qilib olamiz. Va chap tomonda mana musobaqalar bo'limi turibdi bizda. Xo'sh, pastroqqa tushamiz. Mana bizda davom etib kelayotgan musobaqalar va tugagan musobaqalar. Hozirda davom etayotgan musobaqa bu oktyabrdagi musobaqa, bir kundan keyin tugaydi. 82958 tadan odamning ko'pligini qaranglar. Buni sababi hozir ko'rsatib o'taman. Tafsilotlar bo'limiga kiramiz va birinchi o'ringa $5000 pul mukofoti qo'yilgan. Mana sababi. Ikkinchi o'ringa $1000, uchinchi o'ringa $1000, ikkinchi o'ringa $2000. Shuningdek 100k dan har bir o'rin egalariga va keyingi o'rinlarga 50k, 25k va oxirgi 100-o'ringacha 5k. Shuningdek 600-o'ringacha win chiptalari beriladi. Endi lotereya o'ynash uchun u yerda ham eng kami 5k dan 50k gacha bo'lgan propshotlarni yutib olishingiz mumkin va albatta qatnashmoqchi bo'lganlar qoidalar bo'limini mukammal tanishib chiqing. Robotga ruxsat yo'q eng birinchi o'rinda va qolgan ma'lumotlar bilan o'zingiz tanib chiqishingiz mumkin. Bu yerda AI ga ruxsat berilmaydi deb yozib qo'yilgan. Va qanday qilib qatnashaman deydiganlar uchun ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana bu yerda qatnashish buyrug'i turadi. Men hozir qatnashish uchun ariza tashlab qatnashuvchilar ro'yxatiga ham kirganman. Shuning uchun profil bo'limi turibdi. Yana bir narsa, yana bilmadim men. Xo'sh, bunga prop akkaunt olgandan keyin qatnashib bo'ladimi yo prop akkaunt bo'lmasa ham qatnashib bo'ladimi? Shunisini bilmayman. Chunki prop akkaunt olganimdan keyin bu bo'limni ko'rib qoldim. Albatta kirib ko'ring, qiziqish bo'lishi mumkin, balki prop akkaunt bo'lmasa ham qatnasha olarsiz. Xo'sh, profil bo'limiga kirasiz, ya'ni qatnashga ariza berganingizdan keyin va sizda mana buni ko'ringlar, $100,000 demo shot beriladi, ya'ni musobaqa uchun. Bilamiz, XM'da cho'tam $1000 prop shot va $200 gina limit berilgandi. O'shanga yarasha raqobat ham ancha kamroq bo'ladi. Ya'ni ko'plar stop olib ketadi. Bunda esa stop olish juda ham qiyin, chunki kunlik limit 5%, $5000, общий limit 10%. Xo'sh, mana bu yerda mana $10,000. Bu esa juda katta son. Razyon qilishingiz ham mumkin, lekin bir vaqtni o'zida oxirdan qo'yishingiz mumkin. Bu yerda server, parol va kodlari beriladi. Buni ulash haqida ham keyingi videolar chiqarib boriladi. Xo'sh, mana shu bo'lim orqali, masalan, musobaqada ishtirok etsangiz, shotingizni, ahvolini, ya'ni statistikasini ko'rib borishingiz mumkin. Bir kundan keyin boshlanadi, ya'ni raqobatlashish va bu yerda yana bir nov tarafi XM Broker'da kim birinchi o'rinda ketyapti, necha pul shot bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda hozirda o'rin yo'q degan buyruqda. Balki keyinroq ochilib qolishi mumkin, shu narsa ko'rinishi mumkin, hozirda ko'rinmayapti. Mana bu yerda o'rningizni ko'rsatib turadi. Xo'sh, shunday qilib musobaqada qatnashishingiz mumkin. Men qiyin joy yo'q. Xo'sh, tafsilotlar hozirda hech kimga ko'rsatilmagan. Undan oldingi oyga qaraymiz. Mana sentyabrda g'oliblar bo'limiga kirsak. Mana birinchi o'rinni olgan ekanlar va $1000 prop shot va $5000 pul mukofotini jarang sanab olganlar. Bu yerda o'zbeklar почти yo'q. Bo'lsa ham bitta ikkita chiqib qolib, oldin qaraganda bor edi bitta ikkita. Albatta qatnashinglar tekin joydan prop akkaunt yoki pul mukofotlarini yutib olarsiz balki. Bu videomiz hech qanday shu prop kompaniyadan prop oling deb majburlash videosi emas, albatta bu o'zingizga havola. Prop firmaga qiziqadiganlar bo'lsa, bu ma'lumot sifatida chiqariladigan video. Video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qiyin narsani o'zi yo'q. Kirib qatnashinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.